Ozgina qo'shing. Qat'iy qo'shimma. Hayotda qo'shimma. 14 ming kishga sotasanmi? En baland oladigan shu Akmal, o'zidan bilasiz buni. Rahmat aka. Akmal qiladigan narsa hech kim ololmaydi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Men ham uzoqqa yuboraman, shu narsa men ham ololmayman. Joningiz sog' bo'lsin. Aka baraka topsin, jicha mo'ljal. Mana lekin qara, sen ukam bo'lasan-a, ko'p joyda billa bo'lgan. Odamga 200 so'm, 300 so'mga olmagina. Agar 13.700, 13.800 bo'lsa, o'zimga 13.5 ming bergin kerak. Ha, o'g'il, bo'l, senga ishonib Alloh bozoringni bersin. Ketdim. Parod qilding uka. Akmal aka. Odam buni bo'lmaydi-da, uka, soda qilgacha. 3.5 ming so'm uyog'i yaqin. Mana uni ko'rdingmi yong'oqni? Yo'q, endi. Yong'oq. Yur, yur. To'xta! 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 Yo'q. Menga qara. 100 so'm bilan Olib kelar baba. Ha, u qayta 14 mingdan turgan joyda sotmayapti. 14 ga olardim, urush janjal qilib olardim. 2007-yili qilgan priyomimni endi qo'yasiz. Sizga so'rayapman. Menga o'zim so'rab olaman. Qariyoq yaxshimi? Ha, yaxshi. 14 mingga men hirson. 14 mingga sotdingmi? Ha? Bermayapti-yu, ber, mendan bir marta ukalik qil. Qadrim yetmaydimi? Shuncha yutingni olaman. Aka, 11 ming so'mga olgansan, jonika 1000 so'm foyda qilyapsan. Ha, sen olgan ham foyda qilsin. Ha, 1-200 so'mga olmaysizlarmi odamni joni? 200 so'm. Ha, qanday buni hech kim sotmagan narsalar. Bunday qilinglar jonika. 14 mingga bir marta odamni hurmatini qilsalaring bering aka, bermasalaring bermay qo'yinglar. Menga qarang, unga-ta bitta gapiraymi? Menga qarang, gap yo'q. Ilohim sotinglar aka. Meni 50 ta malik uyim bo'lib ketsam, buni 14.5 mingga bozorda olalimman-da. Uzumda qara. Shuncha probkada ham uzum olaveramanmi? Olaveraman aka. Ke. Bismillahirrohmanirrohim. Nech pul beray? Hayda adminliga chiroyli pulga qimmat qaladingni yurib beraman. Bo'ldi, qaladingni ochilib, sal ko'zlaringni ochinglar endi. Qoringlar. Nech pul? Gapir, bitta gapir ana. 17 ming kam. So'ring. 12 ming hayda. 12 ming hayda. Ke. Xursandmisan? Xardor yo'q. Uzumda qara. Prashka yegan ketyapti turib, sal prashka yeb motivatsiya olay dedim. Sen ham sal kibrga berilsang, bor prashka yeb olgin, o'zingni bosib olasan. Bismillahirrohmanirrohim. Kim ash gapingga, ana motivatsiyani uchun qo'shaman 12.5 mingga. Deb. Bering jo'ra, en baland oladigan shu Akmal, o'zidan bilasiz buni. Rahmat aka. Akmal qiladigan narsa hech kim ololmaydi. Joningiz sog' bo'lsin aka. Men ham uzoqqa yuboraman, shu narsa men ham ololmayman. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. O'zidan bilasiz buni. Xursandmisan radnoyim? Qo'shing aka, xursand bo'laman. Ha, bo'pti 200 so'm qo'shaman. Menga qara. 17 ming, 12.700 beraman. 300 so'm o'zimga halol bo'lsin bersin. Bering endi. Bering mas'ulama xaridor. Xursandmisan? O'g'il bola qadringga aytyapman. Farqi yo'q, olaveraman. Kirib turib boshing og'riydi. Probkadan kirmadi. Hammasi bir xil, u ichida birorta unaqa bundayrog'i yo'q aka. To'ppa to'g'ri 13 mingga. Qo'shing, mo'ljal baland aka. Nima? Zo'r narsa endi. Zo'r narsa endi. Uka. Men qimmatini 13 ming oldim. Qadringga yetib ketyapman. Xardori yo'q. Adminiga qobil hozir yopib chiqib berasan. 13 ming so'm beraman. 13 ming bozorda sotib olish bugun baba ber. Prashka yegan chiqib ketyapti, o'zi narsa ko'rib qoldim. Ketmon shu narsa edi, ketmon. 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 Qaysi yo'q aka, kunduz Ke. Rostdanmi? Rostdan javobga 5-4 so'mdan o'rna bor. bo'ldi aka, 300 so'm qo'shaman yana. Ha, bo'pti 13.5 ming hech kim sotmaganga sotasanmi oxirgi marta so'rasin.
13,5 mingga beray, tan beraman senga. Ber, aytganingga yetmayman. 500 so'm, 1000 so'm foyda qilyapsan. Sendan olganam foyda qilsin-ku. Baba, ke bo'ladigan narsani qilar, ke jonim-ka. Undaqa emas, baba. Aqlim yetadi, o'shani tushuntyapman. Ber, videoga oldiradnoyim, chiqding. Video düzmey. Qoldim o'sha o'zimga 13,5 mingga oldim. Ber. Ya, videoga olgani uchun qo'shyapman. Keyin uzib qo'ymagin, qadringga yetib qo'yib. Sen mana qadringga yetib. Baka g'iyos hoji o'g'il bola 13,5 ming qildi. Bering. Bozorlardan zo'rman. Bering. Baka qilishda duo qil hoji. Jahoniy hammani bozorini berib, xursandchilik bo'lsin. Bering, xursandchilik. Oxirgi marta qo'lingni tushayman aka. 13,5 mingga sendan olgan odam baraka topsinmi? Aka baraka topsin, jicha mo'ljal. Ammo lekin qara, sen ukam bo'lasan-a, ko'p joyda billa bo'lgan. Odamga 200 so'm, 300 so'mga olmagin-a. Agar 13,700, 13,800 bo'lsa, o'zimga 13,5 ming bergin kerak. Ha, o'g'il, bo'l, senga ishonib Alloh bozoringni bersin. Ketdim. Parod qilding uka. Akmal aka. Odam buni bo'lmaydi-da, uka, savdo qilgizayapti. 13,5 ming so'm uyog'i aytdim. Mana uni ko'rdingmi yong'oqni? Yo'q, men Yong'oq. Yur! To'xta! Aka endi parod qilmaysiz. Baki chiq bak. parod. Chiq o'g'il bola, chiq tepaga, chiq o'g'il bola. Uzumga qara. hammasi bir xil tushib beradi aka. Oldim 13,5 ming. Yo, o'shani yalinyapman-da, o'zim baba. 13,5 ming so'm. Sog'lik. Ke, mana ikka tushirib berasan. Yugurib, birar marta men ham aytgandim, qo'yda qilyapsan-ku. 13,5 ming so'mga bo'lsa soldim. Mana shu yerda pulni ber, qadri. Jon aka, buni buncha narxga chiqarib olishyapti. Ol Akmal akadiga. Keyin yurgan. Qo'sh ichaydi desene. Ozgina qo'sh yuraydan. Yaxshi bo'ldi. Menga qara hoji, masalan, lekin 13,5 ming so'm zo'rta, men ham 200 so'm, 300 so'm bishkekchi bolalardan foyda qilib olaman aka. Va sen tovardan xijolat olma. Davay, soldim. 100% aka hammasi. Baba, yaxshi bolasan-da. Menga qara, sezondan beri nechta yukingni olaman aka? Bering. Ber birar marta bunchalik qiynamagan. Ber bizdan 1-200 so'm foydalanib olaylik. Ukam bo'lasan, qadringga yetyapman. Ber bugun. Menga qara, bugun o'tsin, ertaga boshqa kanal qilaman. Bugun ber, Bishkekka solay bugun. Va baba, Bishkekka bir kun ber. Qo'shiladi aka, uni yercha hisob chiqmayapti. Ashnaqmi? Bering shuni 13,5 ming. Bering, zo'r bo'ldi. Menga qara, aten. Aka, uzumim kuchliligi uchun mehnat Yo'q, puli ham ozgina bo'lmayapti. Bog'olasa hammasi bir xil chiqib beradi. Bering. Menga qara. So'm bilan Olib kelar baba. Ha, u qayta 14 mingdan turgan joyda sotmayapman. 14 ga olardim, urush janjal qilib olardim. Olmasan aka, qimmat 14 ga olardik. 2007-yili qilgan priyomim endi deyapti. Sizga so'rayapman. Menga o'zim so'rab olaman. Qaryoq yaxshimi? Ha, yaxshi. Yetirab olamiz. Ketdingmi? Qanisan? Qani? Bundan ortishdimi? Ber, asal ekan 300 so'm so'rayapman mardlikka. Bitta o'g'il bolachilikka naq shunday olib tushirib berasan. O'shancha keldi, mashinangni ham olib qo'ydim. Meni mashinang bitta mardlik qil, zo'r foyda qilyapsan. 13,700 so'mga solasizmi? Menga qara. O'g'il bola. Menga qara, yo'q narsani so'rama. Bugun. Odamni menga qara, shuncha qadring yetdim-da jon aka. Qanday bundan ortiq yana nima qilsin jon aka? 700 so'm bo'lyapti.
ber bitta aka ukalik qil shuncha narsangda 200 so'mga qadrim yetmaydi menmi? Bir marta ber jon uka. Bo'ldi 200 so'm o'tib bersan Akmal aka. Ber. 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 Menga qara 14 mingga men bir so'm 14 mingga sotdingmi? Ha? At! Tavsiya Bering 14 ming so'mga. Qaysi betda terpiylar borda men olaman, men olaman deb bunday qilib yurgan bor. Birovga bozorga solganim yo'q aka. O'zini Hamma yo'q bilaman buni. Bering 14 ming so'mga. Endi undan oshig'iga qanaqa qo'shadi ko'tarmayapti. Oyog'imni ham paylab yurishadi betda meni. Bermayapti-yu, ber, mendan bir marta ukalik qil. Qadrim yetmaydimi? Shuncha yukingni olaman. aka. Yo, 11 ming so'mga olgansan, jonika 1000 so'm foyda qilyapsan. Ha sen olgan ham foyda qilsin. 1000 so'm foyda qoniqtirmaydimi, jonika? Bolalar 200 so'm foydaga ishlayapti. Sal hisob bo'lsin, yo sen qarab qo'ygan bo'lamisan pulga? Ha, yoz, menga sho. Ham mehnat ham shunchalik bo'ladi, 1000 so'm foyda qilyapsan, mehnat xaslashyapsanmi, bobo? 1000 so'm foyda qolsa mehnat bo'lmaydimi? Ha, ber bilan tilimdan yomon narsalar chiqib. Ber o'zim do'kondan Bishkekka olyapman, jonim. Qo'shilsa beramiz aka. Qimmat akamni oyapti aka. Uzumga talashyapti aka. Menga qara. Ha? Menga qara. Bozorda bir dona undaqa narx bo'lgan yo'q-da, seniki. Ketayotgan joyimizdan qaytib ber, jon uka, shunchalik haddim sig'maydimi o'g'il bola? Unda qilvormayman o'zim do'konlarni. Ko'ring aka. Men qayerdan ko'ray yana o'zimni jon uka? Qayerdan bilib turibman. Surib ko'ring. Ya ko'rganim uchun 14 ming qilyapman-da. Jon uka, 1 soat oldi, jon uka. Bering 14 ming so'mga. Ham tomosha bu. Nima qilmayman, bering. Jon uka, insofli bo'lasizlar. Bunday qilmanglar uka. Qizitib oling. Ber insofli. Sendan qimmat sotilgan uzum Chiqib beraman aka, xudo xohlasa. ilohim ertaga 15 ming sotaylik uka. Oltariq meva bozorda bugun 14 mingga Husaynni sotilgan yo'q, sen sotasan. Ber jon uka. Ilojim bo'lsa qo'shardim, hamma narsamni olib ketyapsan, jon bobo. Kimda qabul olamassan seni? Shuncha bilan oldi berdi qilamiz, jon uka. Beringlar qo'limdan kelsa qimmat so'yapman. Insof bilan endi Bu bog'da olgan 1 oy qatnadim aka. Shuni aka, hammasi uyda gardi, kasali yo'q, sho'chirati yo'q. Hop, bering, puli ham kuchli bo'lyapti. odamlar kasal bo'lmaydi, o'zim kasal. 14 ming so'm. Senga qara. Ber shu ukamga 1 soat bo'ldi, biror marta ol aka. Qo'shilsa beramiz aka. Xudo xohlasa har doim bergan. Kerak, menga nima bo'lgan yo'q, insof bilan sendan qimmat birov sotmaydi-da, bola ba'sidini uka. Uni yog'iga olaman. Bo'lalmaydi-da, ber shuncha odamni olmaysanmi? Ha 1-200 so'mga olmaysizlarmi odamni jon? 200 so'm. Ha, bir qanday buni hech kim sotmagan narsalar. Unda qilinglar jon uka. Sendan olgan 1000 so'm foyda qilsang, oz foyda bo'ladimi jon uka? 300 so'm pulga ishlayapman deyapti shu bolalar. Ber jon uka, Qirg'izistonga jo'nayapti 300 so'm pul oyapti. Och bo'lamassan-u endi shu gapimni. Ha bo'ldi tayinda jon uka. Oldigin, ol. Hech kimga dunyo qolmayapti. Bering shuni, bu uni. Menga qara, ertaga qilamiz. Bugun ko'raylik, bugun sal aytiraman. Sekin bo'ladi, ertaga 5 kun orqasi ketdi. Bugun ber, ertaga qilamiz. O'g'il bola, ol aka degan odam probka olib ketdi. Bering shuni, qo'shamimiz u Men qochib qo'yadi. Ber jon uka, buni qara qildi jon uka. Bering aka, Shuncha hurmatim yo'qmi? Hurmatingiz bor. Menga qara, 150 tonna, 200 tonna uzum yukingni olaman bir yilda. Ber jon uka, lipoy payt yetganingni qilganman. Men ham yetganimni qilib birar marta. O'sha shaharga bilsam Bugun qadar insof bilan, insof bilan. Mo'ljal baland. Jon uka, jon uka. Ber Bishkekchi bolalarga insof bilan. Aka, xudo xohlasa narxi bilan Bugun solaylik, ertaga qimmat Ertaga bo'lar, bugun o'rgansin. Bugun buncha qilmanglar, bugun jichayi, ertaga ko'paya o'g'il bola. ozgina qo'shilsa. Unda qilma ozgina xudo bersin, shu gapimni kutyapti turavdingmi? Qaraganlar yo'q, ber jon uka. Ol aka dedi. Shuncha odamning gapini oling, bering shuni. Ber insof bilan bunchalik qivorman uka. Shunchalikmi bunda? Shuncha narsa qildim men. Kim hech kim sotgan yo'q. Shu bolaga mana deydi. Ber endi. Ham chunki do'ga. Ber jon uka, hazil narsa qilamanmi jon uka? Ber. Xullas, Akmal akamda qolib ketmaydi. Bugun bering. Ko'tarmayapti. Ko'tarsa to'g'risi 1 minut turgizmardik mana shu.
Keling shuni bering bugun ko'tarmayapti. Aka, qo'shib bering, beraman. Qanaqa qo'shaylik? Menga qara, mashina ichiga baraka bersin Parvardigor. Qolganiga baraka bersin. Ke bugun shuni beray, qolganini bir bola yo'l qilarman uka. Ol aka degan. Yaxshi bo'lasan, undaqa bo'lamassan. Nechta ekan o'zi Mavlon aka? 110 ta xolos. 110 ta bering Ya shuni. shu bola bitta borib mazza qilsinchi ertaga. Olding shuncha gapni oling, ko'ti yomon urib ketyapti. Olding shuncha Menga qara. Ber insofdan chiqib ketmaylik uka. qo'shib bering, beraman. Kerimda qilma jon uka. Qo'shalimni 14 mingga birov sotgan yo'q. Olganim yo'q bil 14 mingga uzun. Berasin deyapsan. Yo'q, unga beramiz. Bering yengil o'ynamay. To'g'risida. Unga berganimda aytib beraveramiz. 14 ming qilganim yo'q, men qilyapman 14 ming. 200 so'm qo'shib beraverardim deyapman. Unga beramiz. Videoga olmaganda senga ikki og'zim chiroyli gap. Shuncha uzumingni oldim, dilosingni olaman, o'rigingni olaman uka. Liboy payt etgan joyingga etgan hali daqingni qilib beraman-da. Bir so'm yemagan kunim bo'ldi, ukalik qilgan kunim bo'ldi, akalik. Hali uzumlarni bog'dan shu uzumlardan bir so'm pul olmaganim yo'q. Ber endi shuncha nimam yo'qmi uka? Ber aka. Uka ber. Bozorni bilib turishibdi, 2000 tashagan o'shanda yaqtiradi. Ha, bozordan aka. Jamoa sherigimi? Ber. Baba tuzuymisan? 2000 tushgan narsa deydi. Charchamayapsanmi? Uydalar yaxshimi? Baba, ha. Ve insof bilan ta 1,5 soatdan beri savdo qilyapman. 14 ming naqd pulga beraylik jon uka. Mashakka ring uraga eng qizig'i bozor ichida shuru oladi. Menga qarang, gap yo'q, Xudo bozoringizni bersin. Mashina aka, gap yo'q, mensiz yo 200 so'm, 300 so'm qimmatiga sotasiz. Endi hop mendan keyin bittasi meni haqqimni oladi, men beraman deydi. Aka shu, buni undaqa narx yo'q aka, 14,5, 15,5, 15. Aka, yo'q undaqa narx. 14 mingga bir marta odamni hurmatini qilsalaring bering aka, bermasalaring bermay qo'yinglar. Ve 500 marta yuklaringni oldim, shunchalikmanmi? Buni ko'tarmaydi 14,5 mingga. Men bepul ishlayapman shunga. 14 ming deydi, bepul ishlayapman. Bersalaring beringlar. 1 soat bo'ldi, odamni ham hurmat qilmayapsizlar. Qo'ydi. Ya 14 ming foyda qilasiz, menga qarang. Mashina 14 ya gap yo'q, 14,5 ming sotalasizlarmi? Yo mabodo sotalmasalang 14 ming 200 so'm bittasi oladi-da, 14 ming 300 gacha oladi. Nimaga menga beradigan pulni oladi? O'sha 14 ming 300 so'mga sotib mazza qilasizlarmi? Men shuncha narx chiqarib berdim. Tan berardim buni chiqarganda birov. Shuni 300 so'm, 200 so'mga menga qaranglar, birovga sotib mazza qilasizlar, 1 soat savdo qildim. Senga ham tan berdim uka. Necha marta uruchat qildim seni uka yuklarda. İnson emasman, daxoya yukida uruchat qildim shuni, ukam yaxshi bo'ladi. Adashgan joyda ham qaytardim, berma dedim. Bu manaqa ber, bu ketib qoladi dedim-da. Bilmas ekansizlar, bor o'g'il bolachaga. Aka, qo'lini ushlaycha. Aka, qo'lini ushay. Ve berasizlarmi? Bu sizga qarab turibdi, 14 mingga baraka topaymi? Aka, qo'lini ushay. Menga qarang, ungata bitta gapiraymi? Menga qarang, gap yo'q. Ilohim sotinglar aka. Meni 50 ta mali uyim bo'lib ketsam, buni 14,5 mingga bozorda olalimman-da. Bozorda joy yo'q. Mana o'g'il bola bo'lsa gapirsin, joy yo'q, xaridor yo'q aka. Joy yo'q. Mana nuriylar ham chekkaga ochyapti. O'shanda uzumi turib, diltillar. Beringlar qiziqdan. 5 kekchi bolaga beryapsan. Salimga odamga ham oynar radnoy. Tan beraman deyapman-ki, agar 14 ming 200, 14 ming 300 oladi. Lekin 14,5 ming ko'tarmaydi buni. Meni narximni olasizlar. Birovni 14 ga. Ya'ni nimaga? Men Mirzo. Insof bilan-ta. Nima deysiz? Olmaydim buni. Aka qanaqa chiqasiz? Ha, bo'ldi. Kiyinadi. Qo'lini ushay. Hali u ham bitdi, shef. Mirzohid, gapimda chiqdi. 14 ming 200 beraman. Sotasanmi?
Ozgina qo'shing. 40 tiyin qo'shimni. Hayotda qo'shimni. 14 ming kishiga sotasanmi? 14 ming so'mga qursanmisan? Bor. Xursandmisan? Do'ppimni kiyib olaman. Do'ppisiz dukomayman men. Xursandmisan? Qursanman. 10 baraka toping. O, xura yo'q.